Assalomu alaykum azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Odinaxon opajonim, siz bo'lasizmi? Men bo'laman. Opajonim, sog'misiz, omonmisiz? Bezovta qilib qo'ymaydikmi? Yaxshi, rahmat. Men sizni tanamadim. Uzr opajonim, ayni damda sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilib turibman. Siz bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqotda bo'layotgan boshlovchingiz Nodira Begim bo'laman. Voy, rahmat. Opajonim, bugungi hayit ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Bu muborak kunda qilayotgan duolaringiz, ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Oilangizda mehr-oqibat, baxt va farovonlik bardavom bo'lsin. Hayotingizda faqat yaxshi insonlar yo'ldosh bo'lib, qalbingiz doimo ezgulik bilan to'lsin. Rahmat. Judayam katta rahmat. Sizlarga ham shu tilaklar bo'lsin. Rahmat. Mo'minni sevdirgan mehr muborak. Sinovda az qotgan sabr muborak. Bundanda ajoyib, bundanda go'zal, ming bayramdan aziz hayit muborak. Allohning rahmati bir sizga bo'lsin. Umringiz islomning nuriga to'lsin. Shukr kim yetkazdi ulug' kunlarga. Ushbu hayit ayyomi muborak bo'lsin. Sizni Rahmat. Kutilmagan qo'ng'iroq jamoasi barcha mo'min musulmonlarni bugungi mana shunday go'zal ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shu o'rinda sizni ham opajonim alohida tabriklab qolamiz. Ilohim o'ylagan barcha orzu niyatlaringiz amalga oshsin. Amin. Rahmat. Sizlarga ham bo'lsin shunaqa chiroyli niyatlar. Amin. Rahmat. Opajonim, bugungi ayyom munosabati bilan bizning loyihamizga yaqin insonlaringizdan dilnoma maktublari, tabriknoma maktublari yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bunday dilnomalarni, tabriknomalarni qaysi bir yaqin insoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Katta rahmat. Taxmin qilib ko'rasizmi, qaysi bir yaqin insoningiz siz uchun tabriknoma maktublarini yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmasam, judayam bir hayratdaman. Sizga qanday qilib tushuntirib berishni ham bilmayapman. Hayratdaman, judayam katta rahmat. Kim menga jo'natgan bo'lsa ham, meni shu O'zbekistonda, Andijonda jiyanlarim bor. Shu jiyanlarim bo'lishi mumkin. Yo'q, oila a'zolaringiz orasidan o'ylab ko'ring. Mashalloh, bolalarimmi? Yo'q, yana o'ylab ko'ring. Kelinlarimmi? Yo'q. Men sizga shahar berdim, topolmadim. Sizni qiynamagan holda o'zimiz ayta qolamiz opajonim. Sizning eng yaqin insoningiz, singlingiz Sharifaxon opajonimiz nomlaridan, kuyovingiz Bahodirjonlar nomlaridan yetib kelgan ekan. Mashalloh. Rahmat, kattakon rahmat ularga. O'g'illaringiz Dilmurodjon, Dostonbek, kelinlaringiz Malikaxon, Hilollaxonlarni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling, baxtlarini ko'ring deya yo'llashgan. Pochcham Mansurjon bilan uzoq umr ko'ring deya yo'llashgan ekan. Kattakon rahmat sizlarga, hammanglarga, boringlarga shukr. Rahmat.
Alhamdulillah, meni shunaqa chiroyli jigarlarim bor ekan, farzandlarim bor ekan. Alhamdulillah. Opajonim, mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat, rahmat. Kattakon rahmat sizlarga ham. Boringlarga shukr. Opajonim, ruxsat bersangiz, singlingiz nomidan tabriknomalarni, dilnomalarni Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, rahmat, rahmat. Assalomu alaykum aziz va qadrli insonim, opajonim. Bugun Qurbon hayiti. Shu munosabat bilan sizni chin yurakdan tabriklayman. Bugun barchamiz orzu qilib kutgan hayit bayrami. Ushbu go'zal va fayzli kun hayotingizga tinchlik, baraka va baxt olib kelsin. Yaqinlaringiz doimo sog' salomat, ko'nglingiz esa doimo xotirjam bo'lsin. Bu muborak kunlarda qilayotgan duolaringiz, ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Oilangizda mehr oqibat, baxt va farovonlik bardavom bo'lsin. Hayotingizda faqat yaxshi insonlar yo'ldosh bo'lib, qalbingiz doimo ezgulik bilan to'lsin. Har bir kuningiz hayot kabi shodlik va nurga to'lsin. Dasturxoningiz to'kin, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Ezgu niyatlaringizga yetishish yo'lida Alloh sizga madadkor bo'lsin. Qurbon hayiti barchamizga hayot saboqlari, ma'naviy yuksalish va qalb pokligini olib kelsin. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin, duolaringiz qabul bo'lsin, yuragingiz nurga to'lsin. Yor bo'lsin Allohning parixurlari. Umringiz ma'no mazmunga to'lsin, yo'lingiz yoritsin iymon nurlari. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Sajdaga egilgan boshlar hurmati, minnatsiz berilgan oshlar hurmati, mazlumlar ko'zida yoshlar hurmati. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Yuzingiz yoritsin har lahza iymon, qalbingiz to'ridan joy olib Qur'on, boraylik haq tomon, nur Ka'ba tomon. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Sizni chin dildan tabriklayman opajonim deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolibdilar. Rahmat, rahmat. Jigarlarim ham umrlari uzoq bo'lsin. Sizga ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Nima niyatlar qilganmisiz, Allohim yetkazsin sizga ham. Juda ham katta rahmat. Singlingizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy oldi degan umiddamiz. Albatta, albatta, albatta. Opajonim, ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, boshqa bir yaqin insonlaringiz uchun ham dil izhorlaringiz bo'lsa eshitamiz. Rahmat. Hammanglar tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Allohim chiroyli hammaga uzoq umr bersin. Yana birgalikda shunaqa chiroyli kunlar ko'raylik. Yana birgalikda haj umralarga boraylik. Allohim hammamizni barcha niyat maqsadlarimizga yetkazsin. Robbim hammamizni qo'llab-quvvatlasin. Sizga ham qo'llasin. Bizga shunaqa chiroyli tilaklar aytib, chiroyli bizga tilaklarni bildirganingiz uchun sizga ham Allohim qo'llab-quvvatlasin. Hammanglarga rahmat, boringlarga shukr. Shunaqa ham xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Rahmat opajonim, inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli, sog' salomat bo'ling. Rahmat sizlarga, kattakon rahmat. Yuragingiz doimo quvonchga to'lsin. Yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz arimasin. Duo va barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Yaxshi qoling opajonim. Amin. Rahmat. Tinch bo'linglar sizlar ham. Alloh o'ziga omonatlar. Hammamiz Alloh panohida bo'laylik. Siz ham Alloh panohida bo'ling, sog' salomat bo'ling opajonim. Xo'p, rahmat.
O'tdi qancha oyu kun, ko'nglingiz nurga to'lsin. Aziz dindoshim, bugun hayit muborak bo'lsin. Qurbonliklar fursati, keldi iymon himmati. Rasululloh ummati hayit muborak bo'lsin. Hayit muborak, muborak, 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 muborak bo'lsin. Duo qiling ibodat, shayton alamdan o'lsin. Bizga baxtu saodat, hayit muborak bo'lsin. Intizor kutdik gilyon, tilovat qiling Qur'on. Birodar aydi qurbon, Hayit muborak bo'lsin. Hayit muborak, muborak, 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 muborak bo'lsin. Robbimga izhorlarini, tinglang mehri borlarni. qutlang do'sti yorlarni. Hayit muborak bo'lsin. Shukr qilamiz ming bor, halovat ortdi ko'ngil. Yetkazganiga shukr, hayit muborak bo'lsin. Hayit muborak, muborak, 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 muborak bo'lsin. Hayit muborak, muborak,